Assalomu alaykum. Tomosha qilayotganingiz YouTube'dagi Musofir kanali. Bu Kamina Shahriyor Amonov, doimgidek hamkasbim Zafarbek Ne'matov bilan birgalikda bugun biz Ohio shtatining Cincinnati shahriga tashrif buyurdik va tashrifimiz davomida yana bir vatandoshimiz Ohio shtatidagi BNU One Solution kompaniyasi asoschisi Barno Usmonova bilan suhbatlashishga qaror qildik. Barno, avvalambor assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tax mavsumi, ya'ni soliqlar mavsumi tig'iz payt bo'lishiga qaramasdan biz uchun ham vaqt ajratganingiz uchun avvalambor sizga ijodiy jamoamiz nomidan o'zimizni minnatdorchiligimizni bildiramiz. Barno, taklifimizga yo'q demay javob berganingiz uchun yana bir bor rahmat aytamiz va Shahriyor, e'tibor bersangiz, ushbu Musofir podkastini boshlaganimizdan so'ng bizni birinchi ayol mehmonimiz ham aynan Barno bo'lyapti. Albatta, shunday ekan bugun dasturimiz juda ham pozitiv kayfiyatda bo'ladi. Va o'ylaymizki, ayol kishi dasturimiz mehmoni bo'lganini eshitgandan so'ng obunachilarimiz soni ham oshib boradi. Barno, sizni shaxsan o'zim taniyman, siz bilan tanishmiz, ammo bizning obunachilarimiz aynan bugun tomosha qilayotganda mehmonimiz kim ekan degan savolga keling, men emas, aynan o'zingiz javob berib o'ting. O'zingiz haqingizda qisqacha Amerikaga qachon kelgansiz, qanday kelgansiz, necha yildan buyon Amerikadasiz, mana shular haqida. Avvalambor assalomu alaykum. Cincinnatiga xush kelibsizlar. Shu intervyuni men bilan qilmoqchi bo'lganinglar uchun rahmat. Aynan meni tanlaganinglar uchun. O'ylaymanki, suhbatimiz davomida vatandoshlarimizga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni aytib o'tamiz. O'zim haqimda qisqacha aytsam, men 2012-yilda kelganman, 13 yil bo'lyapti kelganimga, student bo'lib kelganman. Jahon tillar universitetini tamomlab, bu yerga kollejga topshirganman. Va o'sha paytdan beri hozir Cincinnati'da istiqomat qilib kelaman. Demak, siz o'sha kelganingizda bakalavr diplomiga ega bo'lib turib, Amerikaga yana kollej, ya'ni master emas, magistraturaga emas, balkim kollejga topshirish. Bu bakalavr diplomiga ega bo'lgan mutaxassis uchun qanday bo'ldi? Bu balkim bir Amerikaga kelishning yo'li bo'lgani uchun mana shu yo'lni tanladingizmi siz? Magistraturaga borishingiz ham mumkin edi. Ha, to'g'ri, Amerikaga kelish oson yo'li shu bo'ldi. O'sha o'qishda o'qib yurgan paytimda universitetga qabul qilindim. Shuning uchun men uchun eng oson yo'l bo'lganligi uchun shu orqali keldim. Institutni bitirib bakalavr diplomiga ega bo'lish va Amerikada kollejda o'qish orqaga tashlangan qadam bo'lganmi o'sha paytda? Bu yerda kollejda qaysi mutaxassislikdan tahsil olgansiz? Bu yerda travel and tourism, ya'ni o'zbek tilida turizmni o'rganganman, lekin bular aytgandek, menga Amerikaga kelishga bitta ko'prik bo'lgan. Yoshligimdan shu Amerikaga kelib, shu yerda yashash haqida ko'p o'ylaganman. Endi Xudo rizqimizni qatta bergan bo'lsa, o'sha yerda yashaymiz ekan. O'sha paytdan beri keldim, o'qidim va hozirgi paytda vatandoshlarimizga juda ham foydali bo'lgan servislarni taklif qilamiz. Shu ish faoliyatim natijasida necha yildan beri o'zbek vatandoshlarimiz bilan birga ishlayman. O'ylaymanki, shu narsa meni maqsadim bo'lgan, shu narsa menda yozilgan deb o'ylayman. Bugungi kundagi faoliyatingiz bilan yaxshi tanishmiz. Bu haqida keyinroq to'xtalamiz, lekin bugungi kungacha kelguncha baribir qanday yo'llarni bosib o'tdingiz? Mana shular haqida gapiring. Kelgandan so'ng o'qish mayli. Keling, talabalikdan boshlaylik. Talabalikda tirikchilik degan narsa qanday o'tdi sizga? To'g'risini aytsam, men yoshligimda qiyin sharoitda katta bo'lganman. Odamlar Rossiyada ishlab yurganlar, ko'pchilik o'zbek vatandoshlarimiz bilamiz, muhojirlik bo'lib boshqa davlatlarda ishlab yurishadi. Onam temir yo'lda farrosh bo'lib ishlaganlar. Shuning uchun biz unaqa imkoniyatimiz katta bo'lmagan. Yoshligimdan o'qishga qiziqqanman, chunki bilardim, agar o'qisam, o'rgansam, hayotda o'rnimni topib ketaman, o'zim mustaqil bo'laman. Men uchun mustaqil bo'lish bu juda ham muhim edi. O'zbekistonda paytimizda o'zimizni uyimiz bo'lmaganligi uchun men Amerikaga borsam yaxshi o'qiyman, yaxshi ish ishlayman, yaxshi pul topaman, ota-onamga uy beraman, uy olib beraman deb shunaqa maqsad qilib qo'ygan edim yoshligimdan. O'sha maqsadlarim sari sekin-sekin qadam
tashlashni boshlaganman. Xudoga shukr, shu AQShga kelib mana o'qidim, ishladim. Hozirgi paytda mustaqilman va o'sha o'ylab yurgan maqsadlarimga yetishganman. O'sha ota-onamga uy olib berganman va boshqa narsalarda yordam berganman va bu shu AQShga bilmadim, shu yoshligimdan shu AQShga kelsam hamma muammoyim xuddi hal bo'ladigandek bo'lib tuyulgan. Endi boya aytganimdek, Xudo rizqimni shu yerga sochibdi. Vaholanki muammolar endi boshlanganmidi? AQShga kelganingizda yo hammasi oson kechdimi? Yo'q, hech qachon oson bo'lmaydi. Menimcha, qaysi yo'l bilan kelishingizdan qat'iy nazar, boshqa davlatga borsangiz, boshqa odamlar, boshqa sistema, hech nimani tushunmaysiz, boshqa madaniyat, bu narsaga ko'nikib, o'zingizni yo'lingizni topib ketishga vaqt ketadi. Endi bu hamma musofir odamni hayotida bo'ladigan bitta bosqich deb o'ylayman. Albatta oson bo'lmagan. O'qish Amerika Qo'shma Shtatlariga o'sha qiyin sharoitlarga yechim topish maqsadida tashrif buyurgan Barno qaysi shtatga tashrif buyurdi? Qayerda o'qidingiz? Ana shu o'qish paytidagi qiyinchiliklar, endi talaba paytingizda yashash ham kerak-ku. O'qiganingiz uchun pul to'lamaydi hech kim. Mana shu davrni gapirib bering qisqacha. Men u yerda o'qishimni to'liq tamomlamaganman, sababi men ishlashim kerak bo'lgan. Shuning uchun u yerda o'qib yurgan paytlarim yaxshi bo'lgan. Endi har xil davlatlardan kelgan. Qaysi shtatda bo'lyapti? Pensilvaniya shtatida bo'lgan. Dorslar orttirganman, har xil davlatdan kelgan. Ingliz tilini yana ham yaxshilaganman. Menda ko'proq experience deydi, ya'ni tajriba bo'lgan ingliz tilida. Ana o'shandan keyin yana davom ettirsam bo'lardi, lekin afsuski oilaviy sharoitim bu narsaga yo'l qo'ymaganligi uchun, ishlashim kerak bo'lganligi uchun shu Agayo shtatiga kelganman va ishlashni boshlaganman. Nega Agayo? Chunki bu yerda o'zbeklar bor edi, men tanigan o'zimni dugonam bor edi. O'sha shunaqa joyda gostinitsada Frandeskda ish bor ekan, kel degan. Shu sabab bo'lib shu yerga kelib qolganman. Gostinitsada 2-3 yil ishlaganman. Undan keyin Chase bankda teller bo'lib ishlaganman. Undan keyin yana ham ko'proq pul topish kerak. Trakovey kompaniyada safety manager bo'lib ishlaganman. Ana o'sha paytda o'zimga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni o'rganib olganman. Keyin o'sha ishlagan paytlarimda ham baribirga ham o'zbeklarimiz ko'pi tilni bilmaydi, hujjat masalalarida murojaat qilishardi. Men ularga yordam berib yurardim, ikkinchi ish sifatida. Keyin qarasam, bunaqa takliflar, bunaqa yordam so'raydigan odamlar soni juda ham ko'payib ketdi. Qarasam, o'zimni biznesimni qilish ideyasi shundan paydo bo'lgan. Talabga qarab taklif. Chunki bu yerda o'zbekistonliklar ko'pi green karta lotereya yutib kelishadi va ular asosiy qismi ingliz tilini bilmaydi. Shu kelgan kunidan boshlab oddiy green kartani to'lovini to'lash, social olish, ishga kirish, maktabga bolalarni registratsiya qilish yoki страховка olish, tax daromad solig'i fayl qilish, oddiy elementar narsalar hammasiga kerak bo'ladi. Ana o'shalarga menga o'xshagan, ularni to'g'ri yo'lga yo'naltiradigan, ishlarni qonuniy tarzda qanday qilishni ko'rsatadigan odam kerak. Ya'ni konsalting markazi. Shunaqa, xuddi shu sababli mana shu o'zbeklarimizga yordam berish menga ham daromad keltiryapti, ham ularni duo olaman, ham o'zim ham xursand bo'laman, kimnidir ishini hal qilib, ularga yordamim tekkanidan. Shuning uchun bu narsani o'zimga biznes ochishga qaror qilganman. Shu safety manager bo'lib ishlaganimdan keyin o'zimni kompaniyamni ochganman. Xudoga shukr, mana shuncha yildan beri ish faoliyat ko'rsatib kelyapmiz va vatandoshlarimizga yordamim tekkanidan juda ham xursandman. Masalan, oddiy moddiy yordam davlatdan bir xilga yangi ko'chib kelganlar ish topkunigacha ovqatiga qiynaladi yoki kommunal to'lovlariga qiynaladi. Ana o'sha paytda davlatdan yordam olsa bo'ladi, ovqatiga yoki farzandlariga bog'cha kerak, lekin pulni to'la olmasa, bepul bog'cha qilish mumkin. Kimdir pensiyaga topshiradi, kimdir naqd pul beradi davlatdan, naqd pulga topshiradi, cash assistance deyiladi. Shunaqa xizmatlarga yordam beramiz. Bundan tashqari daromad solig'i qilamiz. Shu Amerikada ikkita narsadan qochib qutula olmaysiz. Endi bittasi o'lim bo'lsa, endi o'limdan boshqa davlatda ham qochib qutula olmaysiz. Ikkinchisi daromad solig'i. Bu narsani hamma qilish kerak, biznes ham, shaxsiy
odamlar ham shuni daromad solig'ini hisoblashga yordam beraman. Vatandoshlarimizga undan tashqari biznes ochish, yopish, o'zgartirish. Mana hozir ko'p vatandoshlarimiz o'zini biznesini bo'lishini xohlaydi, juda ham mustaqil bo'lishni xohlaydi. Amerikaga keladi, restoran ochaman deydi, trakovый kompaniya ochaman deydi yoki go'zallik saloni ochaman deydi. Ana o'shalarga qanaqa qilib biznes ochish, o'shalarni tushuntiraman va o'zim yordam beraman. Bundan tashqari notarius qilamiz, o'zim notariusman, tarjima, konsul xizmatlarini taklif qilamiz. Mana biz Agayoda Nyu-Yorkka masalan 10 soat uzoq bo'lsak, O'zbekistonga ketadigan vatandoshlarimiz Amerikada farzandi tug'ilgan bo'lsa, ularga vatanga qaytishga sertifikat qilish kerak. U sertifikat uchun ular Nyu-Yorkka borgani birinchidan pul ketadi, ikkinchidan juda ham uzoq yo'l. Shuning uchun shunaqa vatandoshlarimizga vatanga qaytishga sertifikat, ishonchnoma, pasport yangilash, fuqarolik uchetga qo'yish, o'zini doimiy yoki временный ro'yxatga qo'yishadi, shunaqalarga yordam beramiz. Undan tashqari yana servislarimizdan biri tracking safety. O'zim boya aytganimizdek, safetyda o'zim ishlaganligim uchun shu trakovый kompaniyalarga highway taxlari, shu MCDOTlarga topshirish, trakovый kompaniya aktivatsiya qilish, mana shunaqa holatlarda yordam beramiz. Vatandoshlarimiz xatolikka yo'l qo'yganda, hujjatlarini mustaqil tayyorlaganda so'raganmanda, nega mutaxassisga murojaat qilmadingiz desam, balkim bizning mentalitetimiz bunga sababchidir. Kelganda bu ko'rinishidan bir qarashda oson hujjatdek tuyuldi, birovga ishonmaysan, ular faqat seni pulingni olishni biladi, o'zimiz qildik deb ko'plab xatolarga yo'l qo'yishadi. Sizni tajribangizda shu o'zbekistonliklar tomonidan eng ko'p qo'yilayotgan xatolar bormi va qanday xatolarga yo'l qo'yishadi ular? To'g'ri aytasiz, elementarniy xatoni deb ko'p muammolarga duch kelishadi. Masalan, oddiy yaqinda bir vatandoshimiz farzandli bo'lgan. Farzandli bo'lganda tug'ilganlik haqida guvohnomaga ma'lumotlarni to'ldirasiz. U yerda otasini ismi degan joyga, otasini tug'ilgan kuni degan joyga tuqqan ayol o'zini otasini ismi bilan o'zini otasini tug'ilgan kunini yozib qo'ygan. Bobosini yani. Ya'ni bobosini, metrkada bobosini tug'ilgan kuni bilan ismi turibdi. Shu narsada endi biz buni sud orqali o'zgartiriladi, sud orqali o'zgartirib to'g'rilashga yordam berdik. Lekin bundan tashqari nima desa bo'ladi? O'zbeklarimiz bu yoqqa kelgandan keyin yangi sistemani tushunmaydi-ku, hamma narsani O'zbekistonda yashasa bo'ladi yoki boshqacha yo'llarini ko'radi-da hamma ish. Osonroq yo'llar, nisbatan osonroq. Eng ko'p muammo bo'layotgan narsa sug'urta. Mana mashina sug'urtasi juda ham muhim. Chunki bilmaysiz sizni nima kutyapti yo'lda. Siz o'zingiz yaxshi professional haydovchi bo'lishingiz mumkin, lekin sizni kimdir kelib urishini siz kontrolировать qila olmaysiz. Shunaqa holatlar. Yo'q, hozir kechirasiz, gapingizni bo'laman. Eng katta muammo sug'urtada deyapsiz-da, tushunarsiz bo'lib qolyapti. Men nima demoqchiligingizni anglagandakman, lekin yangi kelganlar yoki umuman boshqa joydan turib tomosha qilayotganlar qanday muammo haqida? Sug'urtadagi muammo deganda nima nazarda tutyapsiz? Sug'urtadagi muammo deganda mashinani sug'urtasiz haydash. Lekin birlamchi mashinani raqam olishda baribir sug'urta so'raladi-yu. Qanday u sug'urtasiz haydash? Yo uni ochgandan so'ng ertasi kuni bekor qilishadimi yoki to'lamay qo'yishadimi? Nyu-Yorkda so'raydi, masalan, Agayo shtatida so'ramaydi. Pensilvaniyada so'raydi. Lekin sug'urta olgandan keyin 6 oyga beradi kamida. Ular olishadi, keyin bekor qilishadi. Pul to'lamasa bekor bo'lib ketadi. Pul to'lamasa yoki kartochkasini yo'qotib qo'yadi, bankida muammo bo'ladi, shu bilan sug'urtasi cancel bo'lib yo'qolib ketadi. O'sha oqibatida million qarz boshiga tushgan vatandoshlarimiz bor. Sababi, masalan, bitta holat bo'lgan, bitta vatandoshimiz mashinasini kimgadir bergan, o'zi O'zbekistonga ketgan. Sug'urtasiz mashinani? Sug'urtasiz mashina o'zi O'zbekistonga ketgan. Keyin u mashinani o'rtog'i haydagan, sug'urtasi bo'lmagan, u boshqa mashina bilan avariya bo'lgan, uni aybi bilan. U yerda ichkarida 4 ta yoshi katta ayol bo'lgan. Ular hammasi больницаga borgan.
ikkita uchta mashina zarar ko'rgan, undan tashqari property damage deydi, endi ko'chada qayerdadir zarar bo'lgan. Shu millionga yaqin zarar bo'lgan. $1,000,000 qiymatida zarar miqdori. Lekin mashinani egasi, ya'ni O'zbekistondagi bundan xabari yo'q odam, bu ham xuddi shu qarzga mas'ul shaxs bo'lgan. Nimaga? Chunki mashina uni nomida ro'yxatda o'tgan. Ammo egasi bu yerda bo'lmagan-ku. Mana shunaqangi holatda egasi baravar javobgarmi? Ogayo shtatida 100% javobgar. Kalit so'ramay olib ketgan degan taxminlar bo'lishi mumkin-ku. Nafaqat Ogayoda, boshqa shtatlarda ham bu. Yo, aytaylik, men hozir Zafarning mashinasini Zafar yo'qligidan foydalanib kalitini olsam-u, menda kaliti bo'lsa, mashinasini haydab ketsam, qanday yo'q odam bunga javobgar bo'lishi mumkin? Agar Zafar akaning mashinasini sug'urtasi bo'lsa, Sug'urtaga siz qo'shilgan bo'lsa. Yo'q, sug'urta bo'lmagan mashina haqida gap ketyapti. sug'urta bo'lmagan mashinada Zafar aka javobgar bo'ladi, mashinasi bo'lib turib sug'urta qilmaganligi. Va siz uni haydaganligingiz haydovchi sifatida javobgar bo'lasiz. Ikkalanglarni javobgarliklar bir xil bo'ladi. Ana o'sha summa to'lanmagungacha ikkalanglarni pravelarni suspend qiladi, ya'ni bekor qiladi. Haydovchilik guvohnomalarni agar yo'q, biz to'lashga rozimiz deb ular bilan payment plan, ya'ni oyma-oy to'lashga qo'l qo'ysanglar, har oy kam-kamdan to'lashinglar mumkin, lekin o'sha qarzni to'lab bo'lmaganinglargacha sizlarni zimmanglarda turadi. Shuning uchun bizning vatandoshlarimiz eng ko'p xato qilayotgan narsa shu, mashinasini kimgadir beradi yoki sotadi. U odam sug'urta qilaman deydi, qilmaydi, u borib kimnidir uradi. Ana mashinasini bergan odam ham javobgar bo'lib qolyapti. Vatandoshlarimiz sizga asosan o'zlari yana qanday muammolarda sizga murojaat qilishadi? Qanday muammolaringni hal qilib berishlarini so'rashadi sizdan? Deyarli hayotida qanaqa muammo bo'lsa hammasiga murojaat qilishadi. Odatda endi hozirgi paytda hujjat masalasida ko'pchilik murojaat qiladi. Mana masalan, Meksika orqali kelgan vatandoshlarimiz ularni keysiga yordam berishimni so'raydi. Men ularga yordam bera olmayman. Chunki bilasiz, u Amerikaga kelib, bu yerdan boshpana so'rashi o'zini talablari bor. Masalan, Amerika hukumati sizga boshpana beradi, qachonki ular qo'ygan talabga javob bersiz. Ya'ni sizni diningiz, qanaqadir ijtimoiy guruh a'zosi bo'lganligingiz, irqingiz yoki sizni millatingiz tufayli diskriminatsiya qilayotgan bo'lsa, hayotingizda xavf ostida bo'lsa va sizni davlat himoya qila olmayotgan bo'lsa, ana o'sha paytdagina sizga green karta berishi mumkin. Hozir ko'p vatandoshlarimiz hech qanaqa sababsiz kelishadi va ular o'zlarini bu yerga qonuniy hujjatlashtirishga harakat qiladi. Yolg'on ko'rsatma beradi. Immigratsion sudyalar ham bir xil hikoyalarni eshitib charchab ketishgan. Chunki hammasi shu ishda muammo bo'ldi, kimdir meni o'ldiraman dedi, militsiya olib ketdi, qamab qo'ydi, bir xil istoriya. O'shaning uchun men doim aytaman, bunaqa holatda ular o'zini qonunlashtira olmaydi. Haqiqatdan sabab bo'lishi kerak, uni hech kim himoya qila olmayotgan bo'lishi kerak. O'shandagina green karta olishi mumkin. Haqiqiy bo'lib o'tgan voqea tufayli ularning hayoti xavf ostida bo'lsa, beradi. Oddiy ishlagani kelib, iqtisodiy qiyinchilik tufayli kelib, Meksika orqali bu yerga o'tgan bo'lsa, afsuski ularni deportatsiya qiladi. Nyu-Yorkda bir advokat bilan gaplashib qolganimda, nega sen Meksikadan kelayotgan o'zbekistonliklarning hujjatini olishni rad etyapsan deganimda, u advokat bo'lmasa bunga farqi yo'q, o'sha ishda yutqazsa, agar o'sha ishni olsa, o'zining moddiy ta'minotini oladi, ya'ni pulini oladi. O shunaqa javob bergandiki, sizlarni vatandoshlaring O'zbekistondan kelyapti. Bu yerdagilar ham ahmoq emas, O'zbekistonda nima bo'lyapti, ular ko'rib turibdi. Sizlarning mamlakatlaringda har kuni qurol ko'tarib yurib, urush bo'lgan yo'q. Hamma joyda osoyishtalik, tinchlik, bir shunaqangi holatlar bo'lsa ekanki, bular juda ham soni ko'p bo'lsa, ular ko'chadan boyayotganingizdek kimdandir o'sha tayyor hikoyani sotib olyapti ertakni va o'sha ertakni tarjima qildirib
sudyaga taqdim etyapti. To'g'ri aytasiz. Shuning uchun men ko'p mana shu muhojirlik bo'yicha murojaat qilganlarga men ham kechirasiz yordam bera olmayman deyman. Chunki ularda haqiqatdan ham to'g'ri narsa yozilmagan, bu birinchidan. Ikkinchidan, agar siz qanaqadir holatiga yordam bersangiz, siz ham jinoiy javobgarlikka tortilishingiz Sherik mumkin. bo'lasiz. Shuning uchun haqiqatdan bo'lgan bo'lsa, xo'p mayli, men sizga o'sha 589 forma boshpanaga topshirib beraman. Lekin men sizga keysizda yordam bera olmayman deyman. Shuning uchun bundan tashqari boya servislarimiz haqida aytish esimdan chiqibdi. Shu immigratsiya bo'yicha hamma formalarni to'ldiramiz. Fuqarolikka topshirish, qalliq vizasi, oila birlashuvi, mana o'zbekistonlik vatandoshlarimiz kimdir xotinini olib keladi O'zbekistondan, ota-onasini, farzandini oila birlashuvi asosida. Shu orqali farzandlari bilan bu yerda yashaydi va mana shu servislarga ham bizning kompaniya yordam beradi. O'zbekistonda yurganingizni o'ylaganmidingiz? Keliblar shunaqa mehmonxonada yoki ishlab ketishdi yoki umuman o'zingizni boshqa sohada ko'rganmidingiz Amerikada? Men o'zim Jahon tillar universitetini bitirganligim uchun boshda kelganimda o'ylaganman. Nimaga men jahon tillarida o'qidim? Til menga nima beradi? Birorta spetsialist bo'lib, masalan, tish doktori bo'lib, tilni bilsang, bu senga plyus. Men hozir tish doktori bo'lib ishlar edim. Yoki sartarosh bo'lib, ingliz tilini bilsang, ingliz tilini bilib, sartarosh bo'lib salonda ishlardim. Hozir tilni bilganim bilan hech qanaqa spetsialistim yo'q. Nima qilishim mumkin deb o'ylaganman. Lekin tilni bilganim menga katta plus bo'ldi. Mana shu tilni bilganligim uchun, shu hozir qilayotgan ishlarim hammasi shu tilni bilganligim uchun o'zim o'qib, o'rganib, mana shu biznesni mana 5 yildan beri faoliyat ko'rsatib kelyapman. Mana shu hamma qilayotgan servislarim menga hech kim o'rgatmagan. O'zim shu narsalarni o'rganganman. Faqat taksda Chikagoda Akmal aka degan odam borlar. O'sha korporatsiya taksda ularga borib o'rganib kelganman va o'zim kitoblarini o'qiganman. Lekin shu taksdan tashqari ko'rsatayotgan hamma servislarimizni o'zim o'qib, o'rganib, tajriba orttirganman yillar davomida. Shuning uchun shu tilni bilganim ham bitta yaxshi tarafi bo'lgan ekan. Men o'ylardim shunaqa baland binolarda, banklarda amerikanslar bilan ishlayman deb o'ylagan edim. Lekin o'zim hozirgi holatimdan juda ham mamnunman. O'zbeklar bilan asosan ishlayman. Lekin nima deydi? O'zimning maqsadimga yetganman. O'zbeklarga foydangiz tegan. Shahriyor, sababi men ham green cardni yutib oilaga kelayotganimizda kostyum shimimni avval men ham davlat ishida ishlayman deb aniq aytganman uydagilarga va kelib bular haligi orzuligi, xomxayolligini tushunib yetganman. Suhbatimiz avvalda aytib o'tdingizda, dadangiz mehnat muhojiri bo'lgan, onangiz farrosh bo'lgan. Uyingiz bo'lmagan, sharoitlaringiz bolalar havas qiladigan sharoit bo'lmaganda, lekin mana shunaqangi vaziyatda siz o'sha Jahon tillar universitetiga o'qishga kirgansiz. O'z-o'zidan emasda, mana shunaqangi sharoitda katta bo'layotgan Barno o'qishga bo'lgan qiziqishni qaydan oldi? Kim unga motivatsiya berdi va nima unga motivatsiya bergan? Agar siz chin dildan biror narsani xohlasangiz, sizga kimdir motivatsiya berishi shart emas. Siz o'zingizni tarbiya qilishingiz kerak. Masalan, o'zingiz maqsadingiz aniq bo'lishi kerak. Masalan, meni maqsadim Amerika bo'lgan, Amerikaga kelish uchun nima qilishim mumkin? Men o'sha etaplar haqida o'ylaganman. Ingliz tili bilishim kerak. Okey, o'qishga kirishim kerak. Green cardni to'ldirdim, chiqmadi. Xo'p, o'qish orqali kelsam bo'ladi. Hamma variantlarni oldimga qo'yganman. Mana Xudoga shukr, o'qish orqali kelganman. Har doim nimadir maqsad qilsangiz, prosta maqsad qilib Xudodan so'raganingiz o'zi yetarli emas. Uning uchun harakat qilishingiz kerak. Siz avval o'zingizni qismingizni bajarasiz, harakat qilasiz, buyog'iga Xudo. O'shaning uchun xohlamagan narsangizni qilishingizga to'g'ri keladi. Masalan, uxlamasdan kitob o'qishingiz mumkin, to'g'rimi? Yoki o'rtoqlaringiz qatgadir bayram nishonlasa, siz test yechishingiz kerak. Shunaqa narsalarni o'zingizda ishlashingiz kerak. Sizga kimdir buni o'qi, ishga kirasan, buni o'qi, mana shunaqa o'qishga kirasan deyish shart emas. Siz uni o'zingiz tarbiyalashingiz kerak. Nega aynan o'sha Amerikaga ketishni orzu qilgansiz? O'sha paytdagi o'sha sharoit charchatib sizni
shularni esdan chiqarib uzoqroqqa ketishni maqsad qilganmiz. Chunki boshqa sohada ham ishlasangiz, o'sha aytyapsiz, uyimiz yo'q edi deyapsiz. Boshqa sohada ham pul topsa bo'lardi-da. Siz uzoqqa ketishni maqsad qilgansiz. Nimagadir hamma pul Amerikada deb o'ylaganman-da. Agar Amerikada ishlasam, mani pulim ko'proq bo'ladi va ota-onamga, yaqinlarimga ko'proq foydam tegadi deb o'ylaganman. Chunki O'zbekistonda student bo'lib yurgan paytlarim ham pul topardim. Oyiga 500-600 dollar topganman. Kimdir diplom ishini tarjima qilib berar edim. Masalan, futbol bo'lar edi, kurash bo'lardi, federatsiyalarga tarjimaga chaqirishardi. Televideniyada ishlaganman, multfilmlarni tarjima qilganman. U yoqda bu yoqda rizqimni terib yurganman, lekin u men ota-onamga uy olish yoki o'zimni yaxshi sharoit o'zimga yaratib berishimga yetarli pul emas. Orzularingizga erishish uchun qanday qilasiz? Yetarli emas edi. Shuning uchun o'zimni shunaqa Amerikaga borsam, yaxshi ishda ishlasam, ko'proq pul topsam, yaxshi sharoit qilib beraman yaqinlarimga degan motiv menga kuch bergan. Baxtli bolalik sizga qanday ta'sirlanadi? Endi bolaligim quvonchga to'la bo'lmagan, to'g'risini aytsam, oilaviy sharoit qiyinchilik bo'lgan, lekin hozir masalan men farzandlarimga qilib bergan sharoit 10 dan biri ham bo'lmaganman-da. Lekin o'sha ota-onam borini berganda, hamma ota-ona farzandiga borini beradi. Hamma narsa bera olmaydi, no borini beradi. Shunaqa sharoitda katta bo'lganman. Endi men o'sha paytda oddiy bir anaqa uysiz, temir yo'l ishchilari yotoqxonasida yashaydigan qiz, mashinasi yo'q, uyi yo'q, hech nimasi yo'q, puli yo'q. Bir Toshkentga o'qishga kirishi ham katta narsa bo'lganda. Albatta. Men Jahon tili universitetiga o'zimni kuchim bilan hech kim yordamisiz kirganman. Toshkentga borib o'qisham oson narsa bo'lmagan. Eslayman, qop qorong'ida kechasi Toshkentga shu katta sumkani ichiga kiyimimni solib, perivaldadan o'tib borib testni javobini tekshirgan kunlarimni eslayman. Keyin test o'qishga kirganimda shunaqa xursand bo'lganman. Bu meni hayotda kelajagimga yordam beradigan bitta bosqich bo'lganda, chunki universitet, u yerda ta'lim olasiz, oliy ma'lumotli bo'lasiz. Shu Andijondagi kichkina joydan hatto ozgincha yaxshiroq joyga borganligimdan, sal hayotda o'rnimni topayotganligimdan juda ham xursand bo'lganman. Farzandlaringizga haftada necha kun vaqtingiz ajratasiz? Ular bilan qanaqa bo'sh vaqt o'tkazasiz? Farzandlarim hayotimning mazmuni. Ular bilan shu kun bo'yi ertalab maktabga tashiyman, maktabdan olaman, sportiga tashiyman, sportdan olaman. Shanba, yakshanba kunlari ular bilan kinoga boramiz, boshqa shtatga dam olishga boramiz. O'zlari xohlagan mashg'ulotlar bilan shug'ullanishga harakat qilaman. Men eng yaxshi ko'rgan narsam sayohat qilish. Yaqinda Turkiya, Dubayga borib keldim. Farzandlarim bilan o'tgan yili anaqa Misrga bordik, Alyaskaga bordik o'tgan yili, keyin undan oldin Gavayiga bordik. Florida, Kolorado, shu AQShda hamma shtatlarga почти borib kelganmiz. Sayohat qilishni juda ham yaxshi ko'raman. O'sha sayohat qilish davomida farzandlarim ko'p narsa o'rganishadi. Masalan, bugun maktabga bordim, o'qituvchisi juda ham maqtadi farzandimni. Social studies degan fandan juda ham aqlli. O'g'lim 1-sinf bo'lgani bilan 3-sinfda matematikasini o'rganadi, chunki qo'shimcha matematika o'qituvchisiga boradi. Qizimdan juda ham faxrlanaman. Endi menimcha hamma ona farzandini arzimagan narsasidan faxrlansa kerak. Qizim Agayo chempioni gimnastika bo'yicha. Va maktabda ham ikkalasini ham o'qishi yaxshi, islomiy maktabga borishadi. Shu o'zimizning Sinsinatida joylashgan. Farzandlaringiz O'zbekiston haqida gapirib bersa, nimani gapirib berasiz ko'proq? Farzandlarim o'zlari O'zbekistonga borishdi. O'zbekistonda birinchi men o'ylaydigan narsa oila, qarindosh urug'chilik. Bizda har doim ko'rishamiz. O'zbek tilida gaplashasizlarmi oilada? O'zbek tilida gaplashamiz, ingliz tilida ham gaplashamiz, lekin ikkala farzandim ham to'liq o'zbek tilini tushunadi. Ijtimoiy tarmoqlarda kuzataman. Mana ofisdagi ish, vatandoshlarga yordam, xizmat ko'rsatish, sport, undan tashqari yana mana bu raqsga borasiz. Bu
uyda bir taom pishirishga, farzandlaringiz istagan taomlarni pishirishga ham vaqt bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Shanba, yakshanba kunlari. Mana masalan, ularni qizim professional gimnastika bilan shug'ullanganligi uchun 4:30 dan 8:30 gacha shug'ullanadi. A, Uyga borgunimizgacha 9 bo'ladi. Ovqat qilish vaqti yo'q. U paytda restoranga borib ovqatlanishga majbur bo'lamiz. Lekin boshqa kunlari zanyatsiyasi yo'q kuni, shanba, yakshanba kunlari albatta uyda lag'mon, Milliy taomlar. xonim, hamma o'zbek taomlarini qilaman. Mazali qilaman ham. Hozir bu videoni ko'rgan farzandlaringiz oyi nega aldayapsiz demaydimi? Izoh qoldirmaydimi shunaqa? Unaqa Lag'mon demaydi. lag'mon cho'zishni ham bilasizmi? Ha, albatta endi andijonliklar lag'mon cho'zishni bilmasa. Mana AQShdagi ayollarimizga har doim aytaman, ingliz tilini o'rganing. Bilaman, qiyin, bola bilan ovqat qilasiz, uy yig'ishtirasiz, eringizga qaraysiz, lekin ingliz tilini o'rganing. Chunki har xil favqulodda holatlar bo'ladi, ingliz tilini bilishingiz kerakda. Farzandingiz bilan nimadir bo'lishi mumkin. Mashina haydashni o'rganing deyman, o'qishga boring deyman, nimaga qiziqasiz deyman. Okey, nimadir pishirishga qiziqaman. Okey, siz pishiring, biznes ochamiz, o'zingizni biznesingiz bo'ladi. Shunaqa men ayollarimizga maslahatim, o'zinglar avval o'ylanglar, nima yoqadi sizlarga. O'shani ustida keyin ishlanglar. Ya'ni maqsad qo'yinglar. Agar sizlar go'zallik salon ochmoqchi bo'lsanglar, ana o'sha go'zallik salon ochish uchun nima qilishinglar kerak? O'qishinglar kerak ingliz tili, keyin test topshirasizlar, shtatdan license, ya'ni litsenziya olasizlar, keyin biznes ochish, yuritish Amerikada juda ham oson. Hech kim sizni bezovta qilmaydi. Biznes ochasiz, daromad solig'ini qilasiz, bo'ldi. Shuning uchun maslahatim ayollarga o'zinglarni ustinglarda ishlanglar. Barno Usmonovani orzusi bormi yoki hozir hamma orzusidagi o'ylaganlariga yetishi bo'ldimi? Menimcha anaqa maqsadsiz yashash juda ham zerikarli bo'lsa kerak. Men har doim nimadir maqsadimga yetishsam, yana boshqa maqsad qo'yaman-da. Mana masalan, oddiy oiladan chiqqan Barno oldingi maqsadi oddiy shu ota-onamga bir xonali bo'lsa ham vatan bering, bir xonali uy bering. Xo'p, ularga mana uy olib berdim, dom olib berganimdan keyin Xudoga shukr, hovli olib berdim, boshqa narsalar qildim. Undan keyin o'zimga uy oldim. Bu meni keyingi maqsadim bo'lganda, chunki farzandlaringiz bilan har doim muayyan bitta joyda yashash xohlaysiz-da. Investmentga kelsak, yana yengil yaqinda Dubayga bordim. O'sha yerda uy oldim. Ular menga green card berishadi, gold card. Otabek Mahkamov bilan bo'lgan videongizni kuzatgan paytimda unda sizni 3 ta uyingiz bor degan xabar berilgandi. Bu yangilik. Hozir Dubayda bugungi kunda mana shu ko'chmas mulklaringizni umumiy bahosi necha pulni tashkil etyapti? 1,5 million. 1,5 million bu O'zbekistondagi, Amerikadagi va Dubaydagi. Men investment o'zi juda ham o'zim qiziqaman va odamlarga maslahat beraman. O'zbekistonda ham, Amerikada ham, Dubayda ham menimcha o'zingiz uyga, ya'ni ko'chmas mulk turar yoki noturar joyga pulingizni sarflasangiz, menimcha yaxshi daromad qilsangiz bo'ladi. Mana bu yerdagi oddiy uyimda men sizga точный summasini aytaman. 190 mingga olgan uyimni 4 yildan keyin 300 mingga sotdim. Undan tashqari, u foydadan tashqari har oy tenantlardan, shu ijarachilardan $700 foyda bo'ldi. Dubayda investment qilishim sababi u yerda o'zlarini agentstvalari bor. Ya'ni ijaraga odamlarni qo'yadi. Shunaqa agentstvalari sizdan umuman pul olmaydi. Ya'ni Amerikada kamida 10% sizdan servis fee oladi. Agar siz 3-4 ta uyingiz bo'lsa, kimgadir property management companies deysiz, o'shalarga berib qo'ysangiz, ular odam qo'yadi, kreditini tekshiradi, to'lovlarini qiladi va sizdan foydangizdan protsent oladi. U yerda hech qanaqa protsent to'lamaysiz. Ya'ni ijaraga turgan odamni o'zi agentni xarajatini to'layotgan, siz faqat uyingizni berasiz. Yana yoqqan tarafi har oy to'lamaydi. Yoki bitta chek bo'ladi, yoki ikkita chek bilan to'lanadi. Masalan, 3000 dan oylik to'lovi 3000 bo'lsa, 1 yiliga 36 ming bo'lsa, yoki sizga 18 ming beradi, yoki 36 ming shundoq beradi. Va umuman boshingizni qotirmaysiz, nima bo'lyapti, kim keldi, kim qo'yaman, qachongacha turadi. Hamma bu kontraktlarni agent orqali qiladi. Agent mendan pul olmaydi, faqat shu ijarada turgan odamdan oladi.
Ko'pchilikka ma'lum, Amerikada pandemiyadan so'ng SBA loan e, tarqatildi, ya'ni kichik bizneslarni qo'llab-quvvatlash maqsadida insonlarga o'sha kam foizli kreditlar ajratildi va 2 yilgacha to'lovsizda mana endi hozirgi kunda uning to'lovlari boshlandi. Va ko'pchilikka sir emaski, nafaqat o'zbekistonliklar, ko'pchilik mana shu biznes uchun loan olganlar uni to'lashga qiynalmoqda. Sizni tajribangizdan kelib chiqib, mana shunaqangi qiyinchiliklarga duch kelayotgan vatandoshlarimiz bormi? Ular sizga murojaat qilishmoqdami va mana shunaqangi holatda ularga qanday maslahat berasiz mutaxassis sifatida? Ha, albatta, bunaqa yurtdoshlarimiz ko'p. O'zim shaxsan mana shu 50 ta odamga SBA olishiga yordam berganman. 50 mingdan boshlab 800 minggacha olganmiz har bir odamga. O'sha paytda trakoviy biznes yaxshi bo'lgan. Ular ko'pi trak sotib olgan naqd pulga. Hozirgi paytda trak narxi tushgan. Bundan tashqari bozor oldingidek yaxshi emas. Shu sababli to'lashda juda ham ko'pi qiynaldi. Ba'zi yurtdoshlarimiz uy olishgan, qimmatga, foizi ham qimmat, uy to'lovlari ham qimmat. O'shani hisobiga ham uyga to'lash kerak, ham SBA, ham boshqa xarajatlar. Shuning uchun qiynalgan vatandoshlarimiz juda ham ko'p bo'ldi. Men o'zim ko'piga yordam berdim. SBAda shunaqa programmasi bor. Agar to'lashga qiynalayotgan bo'lsangiz, 10% ni to'lashingiz mumkin 6 oygacha. Masalan, oylik to'lovingiz 2000 bo'lsa $200 to'laysiz oyiga 6 oygacha. Keyin yana qiynalsangiz yana 6 oyga cho'zib berishi mumkin. Hali undan keyin cho'zgani holati bo'lmagan. Shu 1 yildan ko'ra ko'p cho'zganini. Shunaqa programmalarga yordam beraman. Bir xilgina aytadi, buni to'lamasak nima qiladi? Kechirib yuboradimi? Yo'q, kechirmaydi. Uni to'lashingiz kerak. Bu federal qarz sababi, shunday. Shuning uchun u hech qachon kechirmaydi, uni to'lashingiz kerak. Atayidan qasddan to'lamagan emas, haqiqatdan sharoiti yo'q, to'lamagan holatlarda ularni qanday mashinasi tortib olinadimi, televizor olib qo'yiladimi, telefon olib qo'yiladimi, MIB xodimlari kelib nima qilishadi o'zi? Bu SBA programmasida men o'zim birinchi marta shu yordam berganligim uchun aniq bitta javob bilmayman, link qo'yadimi yoki yo'qmi? Noto'g'ri ma'lumot berish xohlamayman, lekin meni fikrimcha ular kechirmaydi-ku bu qarzni. Link qo'yishga haqqi bor. Nimanidir olib qo'yishga mumkin, to'g'rimi? Masalan, uyingizda 500 minglik uyingiz bo'lsa, unga link qo'ysa, ana shu SBA dan to'lagan qarzingizni to'lolmaguningizgacha uyingizni sota olmaysiz. Shunaqa holat bo'lishi mumkin. Mana yaqinda bir xunuk voqeani eshitib qoldik. Biz vatandoshimiz bilan o'sha qurolli bir voqea sodir bo'ldi va uni o'sha mehmonxonada otib ketishdi-da. Va boshqa mayda ijtimoiy mana shu munosabatlar, oilaviy munosabatlar bo'yicha muammolar, ishingizdan tashqari qanday muammolarga guvoh bo'lyapsiz yoki eshityapsiz vatandoshlarimiz orasida? Endi bu yerda nimagadir hamma menga telefon qiladi. Uyda oilaviy muammosi bo'lsa ham, men to'g'ri tarafga yo'naltiraman. Mana hozir yaqinda bitta muammo bo'ldi. Men sizga aytaman, o'zimni klientim xotin janjallashib qolishgan. Uni kimdir ko'rgan va politsiyaga report qilgan. Keyin u ayol homilador bo'lgan. Ko'chada, Walmart oldida bo'lgan holat. Keyin ular advokat topishgan, bizga murojaat qilmagan. Keyin advokat aytgan, ishingni yopilishini xohlasang, aybingni tan ol degan. Keyin u aybini tan olgan. Yani plead guilty deydi. Undan keyin uni probation officer unga klasslarga borasan degan, ya'ni qanaqa qilib jahl chiqmasligi mumkin, shu jahlini kontrolировать qilish uchun, urish noto'g'riligini o'rgatish uchun uni maxsus klasslarga yuborgan. Keyin u klasslarini tushunmaganligi uchun, tilni bilmaganligi uchun bormagan, keyin uni qamab qo'yishgan. Keyin qamalganidan keyin ayoli bizga chiqqan, men qamoqdan olib chiqishga yordam berdim va klasslarini davom ettirdi. Hammasi yaxshi, to'lovlarini qildi, klasslarini davom etdi, lekin yaqinda uyidan ICE kelib, olib ketib, shu Seneca County qamoqxonasiga qamab qo'ydi. Sabab u oldin domestic violence ga, ya'ni oilaviy zo'ravonlikka aybdor deb topilgan ekan. Sabab
keyin unga endi Trampning yangi qonuni bo'yicha agar siz immigrant bo'lsangiz, shunaqa kriminal sizni tarixingizda bo'lsa, sizni deport qilishi mumkin. Birinchi navbatda aynan shunday insonlar deportatsiyaga. Keyin yana advokat oldim boshqa. U advokat faqat shu bond berib olib chiqishga harakat qiladigan advokat. Lekin u olib chiqa olmadi. Ya hozir bondlar ham bekor bo'ldi-yu. Olib chiqa olmadi. Sababi haqiqatan ularda report bor, u tan olgan, aybini urgan. Keyin xotini yig'ladi, xavotirda, shunaqa bo'lib qoldi, o'zim ham xohlamagan edim, afsusdaman, shunaqa bo'lganidan deb harakat qilyapti, lekin afsuski unga bog'liq emas. Fakt что bu yerda qonunni buzgan, Ogayo shtati unga chora ko'radi. Shuning uchun shunaqa holatlar juda ham ko'p bo'lgan. Mana undan tashqari o'tgan yilgi bo'lgan holat aytaman. Shu ikkita bola Meksika orqali kelgan, bittasidan qarzi bor. Pulni ber degan, bermagan. Keyin 4 kishi bo'lib, yana bitta ayol ham bor. Borib, uni olib ketib, uyiga urgan, qo'rqitishga harakat qilgan, endi pulini berdi. Endi O'zbekistonda oddiy holki borib olib ketib urish, ko'p Unchalik oddiy emas. O'zbekistonda ham bu borada qonun bor, lekin bilmadim, endi men yoshligimda ko'p ko'rganman, kimnidir ko'chada urish. endi bizda andisha qilib murojaat qilishmaydi-da o'sha Ko'chaga borib, qurilishda borib urish, nimadir noto'g'ri qilib qo'ysa, men ko'rganligim uchun aytyapman. Endi bu yerda ham shunaqa deb o'ylaganman. Keyin bu yerda kidnapping bilan qamoq jazosi berildi. Beshalasi ham, u qizda farzandi bor edi. Ana 4 ta yigitda 2 ta yigit qo'shilib qolgan, o'zi bilmagan holatda. Keyin yur bittasini chaqiramiz, uramiz deganmi, o'zi bilmagan holatda qo'shilib qolgan. Aka-ukalar, ularning ota-onasi ham chiqib yig'lab, anaqa murojaat qilishdi. Afsuski, hech nima qila olmaysiz. Kidnapping bu yomon narsa. Hammasi ana shu qamoqda o'tirishibdi. Bir xilga erkaklarni bilaman, doimiy tarzda uradi xotinini, urib keladi. Ayoli keyin ajrashmayman, o'zi xohlamayman, lekin ajrashmayman bolalarim uchun deydi. Bolalarini o'ylasa, nabrot ajrashishi kerak deb o'ylayman, agar haqiqatan shunaqa postoyanno uradigan bo'lsa, chunki bolalari ham shu narsani ko'rib, buni oddiy hol deb o'ylaydi. Qizi erga tegsa, uni eri ursa, meni ham otam, onam urgan-ku deb yashaveradi, o'g'li bo'lsa kimnidir uradi-da. Bu narsani noto'g'ri deb o'ylayman. Lekin oddiy arzimagan janjalda bir xilgilar tuhmat qilib erini politsiyaga ham chaqirishi mumkin. Qo'rqitib qo'yaman deydi, keyin menga gapira olmaydi deb bilmasdan politsiyaga chaqiradi. Shunaqa tuhmat holatlari ham bo'lgan. U narsa noto'g'ri. Unaqa tuhmat qilmanglar, chunki tuhmat qilasizlar, u deport bo'lib ketishi mumkin. Masalan, har xil holat bo'lishi mumkin-da. Shuning uchun agar haqiqatan ham shunaqa janjal bo'lsa, politsiyaga chaqirish bu to'g'ri, lekin yo'q holatda qo'rqitish maqsadida yoki tuhmat qilib chaqirishinglarni maslahat bermayman. Chikagoda bir vatandoshimizni yaqinda bo'lgan voqea. Trakchi akamiz uyiga keladi-da, o'sha oddiy devoriga farzandlari chizib tashlaganiga ular ham yangi uy olgan bo'ladi. Va mana shu devorga chizgani uchun, farzandlari chizgani uchun, vaholanki o'sha uyni farzandlari uchun oladi-da. Ayolini kaltaklaydi. Uni bo'yatgandek qo'shnilari ko'radi va politsiya chaqiradi. Keyin unga order protection beradi 6 oyga. Ya'ni bilasiz, order protection bu himoyalovchi qonun. Xotinning oldiga bora olmaydi va o'g'li kasal bo'lib qolganda ayoli majbur bo'ladi erga telefon qilishga. O'g'lim kasal bo'lib qoldi deydi. Kasalxonaga er kelyapti. Hali muddat tugamagan, 6 oy muddat. Ayoliga nimaga ko'zing qayda edi, nimaga qaramading deb o'sha yerda kasalxonaga bir shapat uradi. Erni qamab qo'yadi. Keyinchalik ayoli asabiylashib bolalarga siladi deb bo'ldi deb bolalarini savalaydi. Uni qo'shnisi ko'rib ayolni qamab qo'yadi. Hozir 3 nafar farzandi 3 ta oilani qo'lida. Sababi bular bilan hozir tushuntirish ishlari olib borilyapti. 5-6 oy muddat vaqt kerak ekan. Mana shunaqangi holatlarda, mana shunaqangi misollarda balkim biz profilaktika misolida vatandoshlarimizga yetkazsak, ular o'ziga tegishli xulosa chiqadi degan maqsadda, ya'ni shunaqangi misollar bo'lganmi? Sizni dahshatga solgan, hayron qoldirgan. Bo'lgan, bunaqa holatlar ko'p bo'ladi. Mana masalan, ota bir xilga bitta ayolni bilaman, eri bilan munosabati yaxshi bo'lmaganligi uchun jahli chiqib farzandini uradi. Urgan ekan, uni ko'rgan odamlar
politsiyaga chaqirgan farzandini olib qo'yadi davlat. Keyin u farzandini yomon ko'rib qoladi, chunki farzandidan so'rasa ham mani onam urdi degan. Keyin u ayol, men o'zimni shaxsan bilganligim uchun aytaman, farzandiga bo'lgan mehri unaqa yaxshi bo'lmaganda, o'zgarganmi yoki aybdor his qilganmi farzandini, bu bo'lgan holatda aslida u farzand aybdor emas. Keyin uni harakat qilib suddan oladi. Keyin sud davomida u boladan so'raydi, san onangga qaytib borasanmi deb. Ungacha bola boshqa oilalar bilan fosterda yashab yurgan. Keyin hammani oldida farzand yo'q, bormayman deb aytadi. Bu necha yoshli farzand? 7 yoshli, 8 yoshli farzand adashmasam. Shu farzandning ham fikri sudda inobatga olingan. Inobatga olinadi, ha. Aytmoqchimanki, bilmayman, menimcha ular klass olish kerak, emotsiyalarini, jahllarini kontrolировать qiladigan. Men bilaman, men o'zim ham onaman, masalan, meni ham ba'zi jahlim chiqishi mumkin. Bola o'g'il bola katta qilaman. Ko'tiga urishingiz mumkin masalan, lekin u abuse bu boshqa narsa-da, постоянный uni urish, ko'kartirish, tanasiga qanaqadir nima deydi, taziq o'tkazish, bu noto'g'ri deb o'ylayman. Bunaqa holatda sizlarga maslahatim shu, doktoringlarga boringlar, psixologga. Ularda yaxshi programmalar bor. Qanaqa qilib, masalan, jahl chiqqan paytda qanaqa qilib o'zingizni boshingiz mumkin. O'zingiz mana shu mavzuni ochdingiz, bir narsani so'rab o'tmoqchiman. Bir insonga men ham oilaviy psixologga borib maslahat bergandim. Boringlar deganimda ular menga shunaqa narsani aytdiki, agar biz oilaviy psixologga boradigan bo'lsak, bizni doimiy ro'yxatga qo'yib qo'yadi va biz doimiy ravishda psixologga muhtoj oilalar ro'yxatida bo'lamiz, keyin mayda muammolarni ham katta muammoga aylantirishga sabab bo'ladi degan bir narsani aytdiki, bu narsa men uchun yangilik bo'ldi. Shu narsa bor narsami o'zi yo'qmi? Yo'q, menimcha bu narsa noto'g'ri narsa, chunki psixolog ham bu yerda spetsialist, xuddi ko'z doktori, tish doktoriga o'xshagan. U yerga borasiz, muammongizni aytasiz, u sizga o'sha vaziyatdan qanaqa qilib chiqishga yordam beradi. Unaqa uchotda faqat nima deydi, ruhiy kasalliklar turadi. Barno, suhbat davomida aytib o'tdingiz, Meksikadan kelgan va fake informatsiya beradigan hamyurtlarimizga yordam ko'rsata olmayman dedingiz. Umuman shu Meksikadan kelib Amerikada faoliyat olib borishni reja qilgan hamyurtlarimizga, xoh u ayol bo'lsin, xoh erkak, aka, ukalarimizga nima degan bo'lardingiz? Ularni tanlayotgan yo'li to'g'rimi? Men 13 yil oldin, bugun Amerikaga kelsangiz, ertaga ishga tayyor chiqib ketardingiz. Работодательlar orqangizdan quvlab borib, tekinga sizni ishga olib borib, o'zlari yana joyiga tashab qo'yardi. To'g'rimi? Shunday, men bilan shaxsan shunday bo'ldi. Biz bilan ham xuddi shunaqa bo'lgan. Hozir holat unaqa emas. Hozir green kartasi borlar ham, Barnopa, ish topib bering, magazinlarda ish bormi deb yuribdi. Chunki iqtisodiyot o'zgargan. Iqtisod o'zgargan. Shuning uchun mana hozir Meksikadan kelganlarni ko'pi bilan gaplashsam, katta summa qarz anaqa olib kelishadi. Chunki kamida 20 ming ketsa kerak deb o'ylayman. 15-20 ming. Ziyod. Undan ko'pdir. Ana shu katta summani to'lash kerak. Bu yerda advokat olish kerak. Advokatlar 10 ming kamida so'raydi hujjatiga. Undan tashqari Agayo shtatida mashinasiz yashab bo'lmaydi. Mashina olishingiz kerak. Mashinaga 3-4 ming ketadi, to'g'rimi? Hujjatsiz ishlolmaysiz ham. Hujjati borlarga ham ish yo'q hozir. Hujjatsiz nima qilish mumkin? Birovi nomidan ochilgan dostavka, DoorDash yoki Uberlar qilish mumkin. Ularga pul to'laysiz. Bu ham o'ziga yarasha xavfli. U ham o'ziga yarasha xavfli, ham anaqa qiyinchiliklari bor. Bu yerda hozir mana taksi haydab yurgan odamlar bilan gaplashaman, unaqa ko'p pul ham yo'q. Oldingiga o'xshabda $100 topish mumkin, $150 oyiga kuniga topish mumkin. U narsa faqat shu oylik to'lovi, mashinasining strafovkasi, mashinasining arendasi, yeb ichishiga chiqib ketadi xolos. O'shaning uchun hozirgi holatda men maslahat bermayman. Tim bo'lib farzandlari, oilasi O'zbekistonda bo'lsa, bu yoqqa kelib kelish menimcha foydasiz deb o'ylayman. Chunki
hozirgi iqtisod shu narsani ko'rsatyapti. Ba'zilar bilmadim, Amerikani o'sha talabalar haqidagi filmlar orqali Amerikani taniganmi deb o'ylaymanda. Aynan o'sha yigit ham menimcha Ahayda yashagan. Durdashda ishlagan payti tilni tushunmay bir qizga tegajog'lik qilib, menimcha sudi bo'lib qamalib ham Ha, ketdi-yu. mani klientim edi, da. Mana shunaqangi holatlar ham uchraydi. Ya'ni o'sha keladi, boya aytganingizdek kimningdir nomida ishlayapti. Ularda javobgarlik hissi ozroq kamroqmi deyman. Ular birovning hujjatida ishlayapti, birovning nomida ishlayapti. Ularga qandaydir baribir-da. Mana shunaqa insonlarga ham aytaman men, ey, kimgadir hujjatingni bermagin. Senga qanaqadir salbiy oqibatlarga baribir olib keladi-da. Shunaqa holat bo'lgan, mana Do'rdashda xuddi shu holatda bir yigit boshqa odamga bergan arendaga ishlatib turishga yordam tariqasida. U odam og'ir yuk mashina haydovchisi, trakida ketyapti. Uni politsiyalar to'xtatib qamab qo'ygan. Sabab? Sabab Do'rdash emas, Amazon'ni bergan ekan, kechirasiz. Amazon bu dostavka qiladi. Odamlar zakaz qilgan orderlarni. Keyin hikoyani bilsam, u boshqa odamga Amazon'ni bergan, dostavka qilib yurgan bola korobkani tashaganda, u yoqda qimmatroq narsa bo'lgan. Boshqa odam Amazon'dan tashagan qimmatroq narsani olib ketgan. O'g'irlab ketgan. Uni ichidagi qiymati kattaroq bo'lgan. Uni o'sha uy egasi kamera orqali ko'rgan. Mana shu Amazon mani narsamni o'g'irladi deb ko'rsatgan. Endi politsiya bilmaydi-ku u boshqa odamga berganini. Shu trakida haydab ketayotgan paytda shunday qamab qo'ygan. Keyin buni tiyiga yetishgan, bilganki, что yordam bergan odami shunaqa qilganini. Shunaqa holatlar ko'p bo'lgan. Shuning uchun agar sizni yaxshiligingiz o'zingizga ziyon keltirsa, uni qilmang. Masalan, yordam bering, maslahat bering, hujjatiga yordam bering, pul berish imkoniyati bo'lsa pul bering, lekin o'zingizni nomingizdagi akkauntlarni birovga bermang. Bu birinchidan noqonuniy, ikkinchidan ertaga nima bo'lishini bilmaysiz, u o'zingizga zarar bo'lishi mumkin. Bunaqa holatlar ko'p bo'lgan. Mana masalan, mashinasini berganlarni ham ko'pini bilaman. Gaplashsangiz rahmingiz keladi-da. Yordam tariqasida mashinasini bergan, u straxovka qilaman deb qilmagan. Boya aytganimdek, kimnidir uradi, yordam tariqasida bergan odamni ham pravasi admin bo'ladi, bo'yniga katta qarz bo'ladi. Endi bu juda ham katta stress-da odam uchun. Shuning uchun o'sha narsalarga e'tibor bering. Yordam berishimiz kerak bir-birimizga, lekin to'g'ri qonun doirasida yordam berishinglarni maslahat qilaman. Barno gapni ochig'i siz bilan gaplashib o'zim ham maza qilyapman. Juda ham o'zim uchun ham shaxsan ko'p yangiliklar oldim bugun, ko'p yangiliklar o'rgandim. O'ylaymanki, nafaqat bizni tomosha qilib turgan obunachilarimiz ham o'zlariga kerakli bo'lgan maslahatlarni qabul qilib olishdi. Uzoq suhbatlashishimiz mumkin edi siz bilan. Shu sababli lekin vaqt reglament degan narsa bor. Uzoq suhbatlashishni yana maqsad qilamiz, ammo bugungi ko'rsatuvni hozircha shu yerda tugatib tursak va siz bilan albatta yana sizni qanchadir vaqtdan keyin oldingizga kelib yana suhbatni davom ettirishni rejamizda borligini sizga ma'lum qilmoqchiman. O'ylaymanki, bizni kuzatib turgan yurtdoshlarimiz, musofirdagi hamyurtlarimiz bugungi suhbatdan o'zlari uchun kerakli ma'lumotlarni olishdi. Tomosha qilganingiz YouTube'dagi Musofir kanali va bu Musofir podkasti dasturi edi. Navbatdagi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr. Fikr va mulohazalaringizni esa izohlardan kutib qolamiz. Kanalimiz rivoji uchun albatta like tugmasini bosishni yodingizdan chiqarmang. Navbatdagi dasturlarda ko'rishguncha xayr. Salomat bo'ling.